Hech qachon dangasa odamga, shunchaki yotgan odamga muvaffaqiyat berilmaydi. Men darslarimiz davomida bu narsani doim misol keltirishga harakat qilaman. G'alaba kimga beriladi? Ya'ni g'oliblik kimga nasib etadi? Loyiq bo'lganga nasib etadi, to'g'rimi? Loyiqlik uchun nima qilish kerak? Mehnat qilish kerak bo'ladi. Ana, mehnat qilasan, loyiq bo'lasan, g'olib bo'lasan, bu seni muvaffaqiyating yani.